Onanizm, ya'ni beshga bir odatini zararligini bilsa ham yoshlar baribir yana mana shu odat bilan shug'ullanib qo'yyapti. Endi buni sabablari ko'p. Birinchisi bu o'sha irodasizlik. Biladi buni zararini, lekin kuchi yetmaydi, irodasi yetmaydi, shu narsani qilib qo'yadi. Ikkinchisi bu muhitni ta'siri. Tashqi muhitni ta'siri, o'zidagi atrofidagi mana shunaqangi do'stlarini ta'siri ustunlik qiladi va pornografiya ko'rib, boshqa do'stlariga qo'shilib bu odatni qilib qo'yishi mumkin. Uchinchisi, eng asosiysi bu ilmsizlik. Biladi yoshlarimiz qanchalik energiya chiqib ketishini, onanizm orqasidan, kuch-quvvat yo'qotishini, aqliy qobiliyat yo'qotishini biladi, lekin bu odat bilan shug'ullanib qo'yadi. Meni qabulimga 10 yil, 15 yillab haftasiga, kuniga bir necha martalab shug'ullanadigan bemorlar keladi. Agar shu yoshlarimiz mana shu quvvatini, energiyasini biron bir ijodkorlikka yoki bir o'zini ustiga ishlashga, qaysidir bir sohani agar ustida o'rganishga sarflaganga yurtimizdan qanaqa chempionlar, qanaqa olimlar yetishib chiqqan bo'laydi. Shu sababli bu odatni shug'ullanib qo'yishga mana shu omillar sababchi bo'ladi deb o'ylayman. Bu videoni 10 yil, 15 yillab o'zini ustiga ishlab chempion bo'la olmagan do'stlaringga jo'natib qo'ying.